Agar siz 2026-yilda yumshoq mebel uglog olmoqchi bo'lsangiz va xato qaror qabul qilishdan qo'rqsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu videoda Flora modelimizni to'liq obzorini qilib, uglog olishda nimalarga ahamiyat berish kerakligini ham qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Bu video uglog olmoqchi bo'lgan insonlar uchun, uyni ta'mirlayotgan, yangi uyga mebel qo'ymoqchi bo'lgan insonlar uchun juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Xo'p, birinchi uglogimiz Flora modelimizni bejiviy rangidan tayyorlaganmiz. Materiallari mягкий, polmoyshi matolardan tayyorlagan. Biz ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib ishlangan qimmat matolardan tayyorlaganmiz. Razmeri 430 ga 230 qilib ishlangan. Uyda xohlagan tarafiga tushib ketaveradi uglogimiz. Ikkita yumshoq yostiqchasini ham bonus tariqasida qo'shib beramiz. Juda ham uglogda chiroyiga yanada chiroyli qilib ko'rsatadi uyda. 3 ta pufigini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Pufigning razmeri 80 ga 50 bo'ladi. Ikkita odam bemalol o'tirsa bo'ladi. Ushbu bir komplektda jami odam o'tiradigan soni bir 13 ta 14 ta odam bemalol sig'adi. Yosh bolalar bilan 15 tagacha o'tirsa bo'ladi. 430 ga 230 razmerdagi uglogimizga. Ikkinchi rangini ko'rsatib o'tib ketsam, seriy rangidan yangi materiallarimizdan chiqqan ushbu uglogimiz. Juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin, materiallari mягкий, momoq materialdan tayyorlangan. Yozda isitib yormaydi. Issiq kunlarda ham bemalol o'tirsa, insonning tanasiga komfort beradigan juda ham chiroyli material. Yozda ham qulay, qishda ham qulay material, to'g'risi. Mana o'tirib ko'rsataman. Suyanishga ham ancha qulay, udobniy qilib ishlangan. Sideniyalarni ham keng qilib ishlaganmiz. 60 santimetrlik, 60 dan ziyodroq qilib ishlangan. Keng, bemalol bir kishi yotsa ham bo'ladi. Puflarni birlashtirsa ham bo'ladi. Ugloglarimiz fasonlari ham juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Mehmonxonaga qo'ysa, mehmonxonani ochib yoradigan fason 2026-yilda eng trenddagi fasonlardan biri Flora modelimiz. Yostiqchalarni bonus tariqasida qo'shib beramiz. Stolsiz holati ushbu komplekt narxini aytib o'tib ketsam, narxi $590 ga chiqadi. 430 ga 230 uglog, 3 ta pufiga bo'ladi. 2 ta yostiqchasini bonus tariqasida qo'shib beramiz. Keyin qo'shimchasiga bonus sifatida ushbu kirk yetkazuvchi vositani ham bonus sifatida qo'shib beramiz. Keyinchalik ham matolar kirib bo'lib qolsa, yuvib artib ishlatishga juda ham qulay bo'ladi. O'zi materiali yuvib artib ishlatishga qulay material. Bemalol artib, keyinchalik kirib bo'lib qolsa, ishlatsa bo'ladi. Bular bilan yanada qulaylashadi. Keyinchalik ham sotib olib, o'zlaring bemalol foydalansalaring bo'ladi. Ushbu komplektning narxi $590, dastavkasi ham ichida bo'ladi. Stolsiz varianti, eslatib o'taman. Ikkita yostiqchasini hamda kirk yetkazuvchi vositani bonus tariqasida qo'shib beramiz. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga bepul yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Qolgan variantlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketsam, to'q seriya variantidan bor. 430 ga 230, 3 ta pufik, 2 ta yostiqchasi bilan birgalikda juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Bu variantimizdan ham bor, tayyori. Va 4-chi variantimiz seriy rangidan uglogimiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz, ochiq seriy rangda. Stol bilan birgalikda ushbu komplektimiz. Stol bilan zakaz bermoqchi bo'lsalaring, ushbu komplektning narxi $650 ga chiqadi. Dastavkasi ham ichida, yostiqchalarni bonus tariqasida qo'shib beramiz. 3 ta pufigini ham ichida qo'shib beramiz. Xo'p, uglogimizni korishneviy ranglardan ham mavjud. Ko'rsatsangiz, juda ham chiroyli qilib ishlaganmiz. Ushbu uglogimiz sotilgan, xudo xolasa tayyorlab berishimiz mumkin. Agar ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar. Va bejiviy rangdan yana bir komplekt uglogimiz bor. Bu uglogimiz Toshkentga sotganmiz. Xudo xolasa bugun chiqazoramiz. Zakaz bo'yicha tayyorlab berishimiz mumkin. Xohlagan rangingizdan, xohlagan razmeringizdan tayyorlab beramiz. Ugloglarimizni tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli turibdi. Lekin eng muhimi bu emas, eng muhimi ichki karkazlari, prijinasi, porolonlari juda ham muhim hisoblanadi. Uzoq yil mebel uzoq yil xizmat qilishini aynan shu qismlar ta'minlab beradi. Chunki matolari tashqi ko'rinishiga qarab baho berish bu shoshqaloqlik deb o'ylayman. Lekin ichki qismlari haqida ma'lumot berib o'tib ketsam, ichki karkazlarni ham mustahkam qilib reykalarda ishlayapmiz. Yonlarini 1.6 displeylarda
baquvvat qilib ishlayapmiz. Sasna, terak qilib beraveramiz. Agar polni 100% sasnadan deysa ham, polni qilib berishimiz mumkin. Bexijolat, bizda yolg'on aldashmaydi. Rasmlarni ham, karkaslarning rasmlarini ham o'zimizga bog'lansa, yo videoda chiqarib qo'yamiz, tashlab berishimiz mumkin karkaslarning rasmini. Karkaslarni ancha baquvvat qilib chiqaryapmiz. Kafolatimiz bor. Ichki baquvvatligiga, xudo xolasa, ichki baquvvatligiga javob beramiz. Paralonni 22 paralon qo'yiladi. Uncha cho'kib qolmaydigan, yaxshi uzoq yo'l xizmat qiladigan paralon. Pampers prujina yumshoq, ko'rishingiz mumkin. O'tirganda insonga komfort beradigan darajada yumshoq qilib ishlaganmiz, xudo xolasa. Sifatlariga bexijolat, sifatlariga javob beramiz. Yaxshi holatda borishiga ham javob beramiz. Dastavkalarimiz ham bizning bo'ynimizda bo'ladi. Ichki mustahkamligiga ham 2 yillik kafolatimiz bor. Ishlatishiga qarab, yaxshi holatda o'tirib turib ishlatilinsa 7-8-10 yildan oshiq bexijolat xizmat qiladigan ugloklarimiz. Men o'zim shu paytgacha uglok sohasida yurib, biror marta atkaz bo'lib, mana shunaqa ichki karkaslar sinib ketgan holatlar bo'lmadi, Xudoga shukr. Xudo xolasa ichki karkaslarga javob beramiz. Ugloklarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga yoki ekranda turgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Dastavkamiz ham bepul. Xudo xolasa chiroyli holatda yetkazib beramiz. Barchaga omad.